Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshi niyatlar bilan safarga chiqqan odam har xil narsalardan ehtiyot bo'lib, topgan daromadini yaxshi orzular bilan farzandlarining ilm olishi, hunar o'rganishiga sarflashi bu katta natija, katta savobdir. Safarga chiqqan odam maqsadiga erishgach tez oilasiga, vataniga qaytishi lozim. Zero payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "As-safaru qit'atun min al-azab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu, fa idha qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Rawahu al-Bukhari va Muslim. Safar azobdan bo'lgan bir bo'lakdir. Ya'ni safar qiyinchilik va azobdir. Biringizni taomlanishi, suv ichishi va uyqusini to'sadi. Ya'ni safarga chiqqan odam uyqu va hamda taomni lazzatini topib bilmaydi. Qachon maqsadingizga erishsangiz, tez ahlingizga qayting, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Safarga chiqqan odam tez maqsadiga erishib, oila bag'riga, vataniga qaytishi lozim. Safarga ko'p qolib ketmoqlik bu yaxshilik alomati emas. Chunki ota-ona, oila, farzand, opa-singil, aka-ukalar intizor bo'ladilar. Yo'l kutadilar. Ko'rishliklarni xohlaydilar. Ota-ona esa farzandim qachon kelar ekan deb yo'l poylaydi. Farzand esa otam qachon kelar ekan deb hamisha ko'rgisi keladi. Shunday ekan, safarda bo'lganlar harakat qilmoqligi darkor, tez oilasiga, vataniga qaytishlikni. Safarda bo'lgan inson juda ham xushyor, juda ham ziyrak bo'lmoqi lozim. Har xil oqimlar, har xil ziddiyatlar, har xil buzg'unchi yo'llar va qolaversa ijtimoiy tarmoqlar va har xil saytlardan ehtiyot bo'lmoqi lozim. Safarda bo'lgan odam diniy savolini bilmoqchi bo'lsa, albatta o'zining yurtidagi ulamolarga murojaat qilmoqi lozim. Zero Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karim Nahl surasida shunday marhamat qiladi. Qolallohu taala: "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Agar bilmaydigan bo'lsangizlar, zikr ahlidan, ya'ni ilm ahlidan so'ranglar dedi. Bugungi kunda O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida fatvo bo'limi ochilgan bo'lib, unda kol markazi ishga tushdi va unga murojaat qilib, albatta bilmagan savollarni bilib olishi mumkin. Safarga chiqqan odam uchun eng muhim narsa bu Allohga taqvo qilishi, Allohdan qo'rqishi lozim bo'ladi. Zero payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir odam kelib: "Ey Allohning rasuli, safarga chiqmoqchiman, menga tavsiyalar bering" deganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga Allohga taqvo qilishingni, har bir balandlikka ko'tarilganingda takbir aytishingni tavsiya qilaman dedilar. Va u ketgach: "Ey Allohim, bu insonni safarini yengil qilgin, uzog'ini yaqin qilgin" deb duo qildilar. Azizlar, safarda bo'lgan odam albatta har narsadan ehtiyot bo'lmoqi lozim bo'ladi. Musofir odam o'zini, oilasini, xalqini, yurtini duo qilsin. Chunki musofirlarning duosi ijobatdir. Shunday ekan, Alloh taolodan har bir safarda bo'lgan yurtdoshlarimizni safarlari xayri bo'lmoqligini va ishlariga omad va rivoj yaratgan egan bermoqligini va sog' salomat ona yurtga kelmoqligini Robbim o'zi nasib aylasin.